O'zbekistonda majburiy avtosug'urta puli 2 barobar oshirilishi mumkin. Hozirda ushbu hukumat qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Majburiy avtosug'urta o'zi nima va nima uchun kerak? Bu yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda jabrlanganlarning zarari sug'urta kompaniyasi tomonidan qoplash tizimidir. Masalan, avtohalokatda boshqa mashina, do'kon vitrinasi yoki inson salomatligiga zarar yetkazsangiz, kompaniya belgilangan sug'urta summasi doirasida tovon to'laydi. Bu tizim hatto aybdor bo'lmagan yo'lovchi yoki haydovchiga yetgan zararni ham qoplashga qaratilgan. Hozirgi tariflar 2019-yilda tasdiqlangan. Statistika bo'yicha 2023-yilda Toshkentda sug'urta kompaniyalarining zarar ko'rsatkichi 146% ni tashkil qilgan. Shu bois sug'urta summasini 40 million so'mdan 80 million so'mgacha oshirish taklifi bildirildi. Inson hayoti yoki salomatligiga zarar yetkazilsa, sug'urta puli 65% ni, mol-mulk uchun esa 35% miqdorda to'lanadi. Yangi tariflar joriy etilsa, bu miqdorlar ham oshadi. Bu qaror eng avvalo inson manfaatlari va xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Tezlik sahifasiga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.